Assalomu alaykum aziz vahodoshlar. Bahor va yoz fasli tabiatning eng chiroyli, eng fayzli davri. Bu fasllarda tog'lar, vodiylar va yashil hududlar yana jozibador tus oladi. Ayniqsa yurtimizning janubiy qismida joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasi va unga yondosh Xatak, Vandob, Xo'jonqo, Sherjon, Kampirtepa, Qizil Olma hamda Shalqon bo'limlari atrofiga joylashgan tog'li qishloqlar. Yurtimiz aholisini va mehmonlarni o'zining sofligi, musaffo havosi, boy biologik xilma-xilligi bilan o'ziga maftun etadi. Biroq afsus bilan aytish kerakki, so'nggi yillarda tabiat qo'ynida hordiq chiqarayotgan ayrim fuqarolar tomonidan ekologik madaniyatga zid xatti-harakatlarga yo'l qo'yilmoqda. Chiqindilar belgilanmagan joylarga tashlanmoqda. Yashil hududlarda ochiq olov yoqilmoqda. O'simlik va hayvonot dunyosiga zarar yetkazilmoqda. Bunday hollarda tabiatning ekologik muvozanatini buzibgina qolmay, kelajak avlodlar salomatligi va farovonligiga ham xavf tug'diradi. Hurmatli yurtdoshlar, shuni yodda tuting. Tabiat bu bizning umumiy uyimiz. Unga g'amxo'rlik qilish o'z kelajagimizga, farzandlarimizga bo'lgan mas'uliyatimizdir. O'zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi, atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi va maishiy chiqindilar to'g'risidagi qonunga muvofiq har bir fuqaro quyidagi ekologik talab qoidalariga qat'iy rioya etishi lozim. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga maxsus ruxsatnomasiz kirish taqiqlanadi. Chiqindilarni tabiat qo'yniga tashlab ketmang. Yashil hududlarda ochiq olov yoqish qat'iyan taqiqlanadi. O'simlik va hayvonot dunyosiga zarar yetkazish qonun doirasida javobgarlikka sabab bo'ladi. Tabiat qo'ynida dam oluvchi fuqarolar orasida ekologik huquqbuzarlikning oldini olish, ularni atrof-muhitga e'tiborli bo'lishiga chaqirish maqsadida hududimizda doimiy ravishda ekologik nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Shu bilan birga aholi o'rtasida profilaktik suhbatlar, targ'ibot, tashviqot ishlari izchil yo'lga qo'yilgan. Shunga qaramay, afsuski, mavsum boshidan buyon 16 dan ortiq holat qo'riqxona tartib qoidalarini buzilishi bo'yicha huquqbuzarlik aniqlangan. Mazkur huquqbuzarlik bo'yicha har bir fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 82-moddasi 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Surxon davlat qo'riqxonasi O'zbekistonning noyob tabiiy hududi hisoblanadi. Bu yerda yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan kamyob, endemik o'simlik hamda hayvonot turlari yashaydi. Ularning har birini asrash har birimizning burchimizdir. Misol uchun, agar yo'qolib ketayotgan bitta o'simlikning noqonuniy uzish holati aniqlansa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar, ya'ni 3.750.000 so'm miqdorida jarima qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 20-oktyabrdagi 290-sonli qarori bilan tasdiqlangan biologik resurslardan foydalanish, tartibga solish va tabiatdan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillari o'tish tartib to'g'risidagi nizomga muvofiq tabiatga yetkazilgan moddiy zarar miqdori ham hisoblanadi. Shu bois, ayniqsa qo'riqxonaning Xatak, Xo'jonqo, Qizil Olma, Shalqon, Kampirtepa, Sherjon, Vandob bo'limlariga yondosh tog'li qishloqlarga kelayotgan dam oluvchilarning ekologik madaniyatga qat'iy amal qilishga chaqiramiz. Tabiatga e'tiborsizlik nafaqat jamoatchilik, balki jamiyatimiz va kelajagimiz oldidagi mas'uliyatsizlikdir. Hurmatli fuqarolar, qadriyatimizda tabiatga hurmat, uni asrab-avaylash muqaddas burch sanaladi. Keling, mana
shu burchga sadoqatli bo'laylik, tabiatni asraylik, muhofaza etaylik va sog'lom holatga kelajak avlodlarga yetkazaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.